Sizda Spark avtomobili bo'lsa, bu videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang. Bu Spark'imizdagi bo'layotgan muammo ertalablar zavat bo'lmasligi, tixotda turmasligi va pribor o'ynashligidan kelib chiqqan. Buni aybi zastonkasidan deb bildik va zastonkasini chiqarib oldik. Zastonkamiz to'lib ketgan holatini ko'rishingiz mumkin. Hamma shu holatga kelgan. Biz buni karib yordamida tozalab, bitta cheska qilib, bitta video obzor qilib zastonkamizni tozalab ham oldik. Tozaligiga bitta baho berishingiz mumkin. Juda ham chiroyli tozalab, ayblarni qoldirmadi. Kimga shunaqa xizmatda kerak bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. GoPro'si mana ko'rib turishingiz mumkin. Yitilib ketgan. Buni o'rniga biz boshqa yangi GoPro ustunovka qilib oldik. O'z joyiga ham o'rnatib oldik. Endi buni zavedit qilib ko'ramiz. Ha, zaveditchi. Sheshiga baho berasizlar. Zastonkamiz tozalab oldi.